Xatirlasangiz, 1 yil ilk naq shu o'rinda ko'rishgan edik. Ham ul qo'z fermasi ocham degan edi. Marat qo'z fermasi bilan qanday nishik? Qo'z fermasini нормально ochdik. Belki neler olsa, kazlar olsa. Hele kazlar gına tugul. Nide? Mesela. Etler de böyle gide başladılar. Şuna göre normal olsa. Allah'a şükür. Hazır tomoshachilar narsa berasizmi? Tomoshachilar inkubinde şokolad. Nam şeşkeler indi böyle gittiler. Tabii mesela kızıklardan indi. Bir günlü bir hanım getirgen edeni. Bir pakette demleyen iler gümbeler. Marat Yarullinning konsertlaridan indigina qani bo'lmaydi deb bilamiz biz. Bek o'zinchalik jashi bo'lib chiqding hali sen. Matrasdan yuzib olding. Tomoshachilar to'lqinida Muhabbat to'lqinlarında tomoshachilar bilan birga raqabat. Hatto seni shu muqadlikni yaratalar, tishli-tishlida yaratalar bo'ladimi? Tishlilar ash. Evet, iyi tishlilar. Anday hanımlar da bular. Tishlemeyiz kerak. Pожалуйста. Marat sog' salomat kerak. Tog'inni endi muguz chiqarashasan Marat. Oldin aytib qo'ying-da, tog'inni endi muguz chiqarashasan. Ayta olmayman. Bu bittaga nishga aytiragatsa. Ko'pisi bo'lishga ani oylar bittaga. Improvizatsiya. Uylar kirash man ko'ra aytib bo'lmayotgan ayta olmayman. Masalan, lekin bizning konsertlarda qiziq, keyin kalmag'is. Shunga ko'ra ishlash qancha. Yaratgan tomoshachi.